Bugun men juda muhim mavzuni ko'taryapman. Pensiya jamg'armasi to'lovlarini to'xtatmoqda. Odamlar esa ko'pincha sababini bilmay, oy oxirida pul tushmagandan keyin yugurib qolishyapti. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlariga, chet elda ishlayotganlarga, nogironlik pensiyasi olayotganlarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va ijtimoiy nafaqa oluvchilarga ham tegishli. Chunki bitta kichik xato, bitta yangilanmagan hujjat yoki tizimdagi mos kelmaslik sababli to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men sizga bugun pensiya yoki nafaqa nima uchun to'xtatilishi mumkinligini, pensiya jamg'armasi ko'pincha ochiq aytmaydigan yoki odamlar tushunmay qoladigan 6 ta asosiy sababni batafsil tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men sizga nima qilish kerak, qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak, qayerga murojaat qilish kerak va arizada nimalarni yozish kerakligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avvallari ko'p narsa qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, bankdagi ro'yxat, tuman pensiya bo'limidagi papkalar orqali yuritilardi. Pensioner har oy bankdan yoki pochtadan pulni olardi. Biror muammo bo'lsa, uni asosan joydagi xodimlar orqali bilib olardi. Masalan, hujjatda xato bo'lsa, pasport muddati o'tgan bo'lsa, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, ko'pincha odamni chaqirib, tushuntirib, keyin to'lovni to'g'rilashga harakat qilishardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgardi. Ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Pensiya jamg'armasi, bank, soliq, FHDYO, migratsiya, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, bandlik organlari va boshqa idoralarning bazalari bir-biri bilan bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni shundaki, ko'p jarayon tezlashadi, ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar bitta bazada ma'lumot noto'g'ri chiqsa yoki biror hujjat yangilanmasa, tizim avtomatik ravishda to'lovni tekshiruvga qo'yishi yoki vaqtincha to'xtatishi mumkin. Odamlar ko'pincha shunday deyshadi. Men hech narsa qilmagan edim. Nega pensiyam to'xtadi? Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Inson haqiqatan ham aybdor bo'lmasligi mumkin. Masalan, fuqaro pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Yoki nogironlik muddati uzaytirilgan, lekin tibbiy komissiya ma'lumoti pensiya jamg'armasi tizimiga kech tushgan. Yoki inson vaqtincha chet elga chiqqan, tizim esa uni doimiy chiqib ketgan deb xato talqin qilgan. Natija bitta. Pul tushmaydi. Odam esa sababini bilmaydi. Shuning uchun men bugun masalani oddiy tilda tushuntiraman. Kim xavotir olish kerak, kim hozircha xavotir olmasa ham bo'ladi va eng muhimi, to'lov to'xtasa qanday harakat qilish kerak. Bu eng ko'p uchraydigan holatlardan biri. Pensiya to'lovi shaxsning aniq ma'lumotlari asosida amalga oshiriladi. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, JSSH shir yashash manzili, bank hisob raqami. Agar shu ma'lumotlardan bittasi turli bazalarda har xil ko'rinsa, tizimda savol tug'iladi. Masalan, pensioner opa eski pasport bilan pensiyaga chiqqan, keyin ID karta olgan. ID kartada familiyadagi bitta harf boshqacha yozilgan. Avval Abdullayeva bo'lgan, yangi hujjatda Abdullayeva deb yozilgan. Odam uchun bu katta farqdek ko'rinmasligi mumkin, lekin elektron tizim uchun bu boshqa yozuv. Bankdagi hisob eski hujjatga bog'langan, pensiya jamg'armasi bazasida esa yangi hujjat ko'rinadi. Natijada to'lov aniqlashtirish kerak degan holatga tushishi mumkin. Yana bir misol. 68 yoshli pensioner amaki boshqa tumanga ko'chib o'tdi. Propiska o'zgardi, lekin u pensiya bo'limiga bormadi, bankka ham ma'lumot bermadi. Bir necha oy hammasi joyida bo'lishi mumkin. Lekin keyingi avtomatik tekshiruvda yashash manzili o'zgargani chiqadi. Shunda to'lov vaqtincha ushlanishi ehtimoli bor. Chunki davlat organi pensioner qayerda yashayotganini, to'lov qaysi hudud orqali yuritilishi kerakligini aniqlashi kerak bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Yaqinda pasport almashtirganlar, ID karta olganlar, familiyasini o'zgartirganlar, nikohdan keyin hujjat yangilagan ayollar, yashash joyini o'zgartirganlar, bank kartasini almashtirganlar. Kim xavotir olmasa bo'ladi? Agar hujjatlaringiz o'zgarmagan, bank hisobingiz faol, yashash manzilingiz eski holatda bo'lsa, faqat vaqt bilan ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish kifoya. Bu juda nozik, lekin amalda muhim masala. Davlat to'lovlari tirik shaxsga to'lanadi. Agar tizimda shaxs vafot etgan haqida ma'lumot paydo bo'lsa yoki uzoq vaqt davomida to'lovdan foydalanilmasa, davlat organlari to'lovni tekshiradi. Ba'zida bu qonuniy va to'g'ri bo'ladi.
Ba'zida esa xato ma'lumot sababli muammo chiqadi. Masalan, pensioner onaxon bank kartasiga pul tushishini biladi, lekin farzandi kartadan foydalanadi. Onaxon o'zi bankka bormaydi. Tizimda uzoq vaqt shaxsning o'zi operatsiya qilmagani yoki ma'lumotlar yangilanmagani sababli tekshiruv paydo bo'lishi mumkin. Yoki chekka qishloqda yashaydigan odam pochtachi orqali olardi, keyin bank kartasiga o'tkazildi. Lekin karta ishlatilmay qoldi. Bunday vaziyatda to'lov mutlaqo yo'qolib ketmaydi, lekin aniqlashtirish talab qilinadi. Bundan ham jiddiy misol bor. Önce degan yo'q, bazasida ism o'xshashligi yoki texnik xato sababli noto'g'ri qayd paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bir xil ism familiyali ikki kishi bo'lsa, biri vafot etgan, lekin tizimda tekshiruv noto'g'ri bog'langan. Bunday holatlar kam, lekin bo'ladi. Shunda pensioner tirik bo'lsa ham to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Odam vahimaga tushmasligi kerak, darhol hujjat bilan murojaat qilishi kerak. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ko'p nogironlik guruhlari muddatsiz emas, muayyan muddatga belgilanadi. Muddat tugaganda tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar qayta ko'rik vaqtida o'tilmasa yoki xulosa elektron tizimga o'z vaqtida tushmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, fuqaroning 2 guruh nogironligi 2025 yil iyungacha belgilangan. U may oyida komissiyadan o'tish kerak edi, lekin kasalligi, transport muammosi yoki hujjat yetishmagani sababli uyga qolib ketdi. Iyun oyidan keyin tizim muddat tugadi deb ko'radi. To'lov vaqtincha keyin komissiya nogironlikni uzaytirsa, to'lov qayta tiklanishi mumkin, lekin bu jarayon vaqt oladi. Yana bir real holatda komissiya xulosa berdi. Odamga hammasi bo'ldi deyildi. Lekin pensiya jamg'armasi bazasida xulosa hali ko'rinmayapti. Fuqaro esa men komissiyadan o'tdim-ku deb hayron. Bu yerda muammo insonda emas. Idoralar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvida bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim xulosa raqami sana, komissiya nomi va nusxasini saqlab qo'yish kerak. Kim xavotir olishi kerak? Nogironlik muddati yaqinlashganlar, qayta ko'rik sanasini unutganlar, bolalikdan nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa olayotgan, lekin bolalar yoshi, o'qishi yoki maqomi o'zgarayotgan oilalar kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa va hujjatlar to'liq bo'lsa, asosiy xavf kamroq, lekin shaxsiy ma'lumotlarni tekshirtirish baribir zarur. Hamma pensiyalar bir xil emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan yordamlar turli qoidalarga ega. Ba'zi to'lovlar inson ishlasa ham davom etadi, ba'zilari esa daromad, bandlik yoki oilaviy holatga bog'liq bo'ladi. Masalan, yoshga doir pensioner ishga kirsa, ko'p hollarda uning pensiyasi butunlay to'xtab qolmaydi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki manzilli yordamlar daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Yana bir misol, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola 28 yoshga to'ldi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum shartlar asosida to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish haqida ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, tizim uni endi huquqi yo'q deb ko'rishi mumkin. Yana bir ko'p uchraydigan holat, kam ta'minlangan oila nafaqa olyapti. Oiladagi bir kishi rasmiy ishga joylashdi yoki nomiga avtomobil, yer, uy, tadbirkorlik faoliyati, bank aylanmasi chiqdi. Bu darhol jinoyat yoki ayb degani emas, lekin nafaqa huquq qayta baholanadi. Oila daromadi belgilangan mezondan oshsa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Men buni juda oddiy tushuntiraman. Davlat sizga yordam kerakmi? Degan savolga javobni hujjat va bazalar orqali qidiradi. Agar bazada daromad ko'rinsa, tizim yordamni qayta tekshiradi. Ba'zida daromad haqiqiy bo'ladi, ba'zida esa xato bo'ladi. Masalan, odamning nomiga eski korxona ochilgan, lekin ishlamaydi. Yoki qarindoshi avtomobilni vaqtincha uning nomiga rasmiylashtirgan. Tizim esa buni mol-mulk sifatida ko'radi. Shuning uchun mol-mulk va daromad masalasida juda ehtiyot bo'lish kerak. 5-sabab chet elga chiqish yoki uzoq muddat yashash bilan bog'liq holatlar. Bugungi kunda ko'p odamlar chet elga davolanishga, farzandlarininkiga, ishlashga yoki vaqtincha yashashga ketadi. Pensiya to'lovlari bo'yicha chet elga chiqishning huquqiy oqibatlari bor. Hamma holatda pensiya avtomatik to'xtaydi deb aytish noto'g'ri, lekin uzoq muddatli chiqish, doimiy yashashga ketish yoki shaxsning O'zbekistondagi maqomi o'zgarishi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensioner amaki Rossiyadagi farzandinikiga 6 oyga ketdi.
Bank kartasiga pensiya tushyapti. Agar hujjatlari joyida, maqomi o'zgarmagan, bank hisob faol bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin u doimiy yashash uchun chiqish hujjatlarini rasmiylashtirsa yoki O'zbekistondagi ro'yxatdan chiqsa, pensiya jamg'armasi buni tekshiradi. Ba'zi hollarda to'lov tartibi o'zgaradi. Ba'zi hollarda alohida hujjatlar talab qilinadi. Yana bir muammo, chet elda yurgan odam pasport muddati tugaganini bilmaydi. Bank kartasi muddati ham tugaydi. Farzandlar kartadan foydalanib olmay qoladi. Keyin pensiya to'xtadi deyishadi. Aslida pul jamg'armada ushlanayotgan bo'lishi, bankka o'tmayotgan bo'lishi yoki karta hisobida muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet elga ketayotgan pensioner oldindan pasport, ID karta, bank kartasi, ishonchnoma va aloqa raqamlarini tartibga solishi kerak. Bu eng og'riqli sabab. Ba'zida pensiya jamg'armasi oldin to'langan pulni qayta tekshiradi va sizga ortiqcha to'langan degan xulosaga keladi. Ortiqcha to'lov turli sabablar bilan yuzaga kelishi mumkin. Noto'g'ri ish staji hisoblangan, ish haqi ma'lumoti noto'g'ri kiritilgan, hujjat qalbakiligi aniqlangan, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot noto'g'ri berilgan, nafaqa olish sharti yo'qolgan bo'lsa ham to'lov davom etgan. Masalan, fuqaro pensiyaga chiqayotganda 3 yil ish staji deb hisoblangan. Keyin arxiv tekshiruvda 3 yil bo'yicha ma'lumot tasdiqlanmadi. Pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Agar oldin ortiqcha to'langan deb topilsa, keyingi oylarda ma'lum foiz ushlab qolinishi yoki to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu holatda odam darhol hujjatlarni yig'ishi, o'sha ish joyi, arxiv, buyruq, mehnat daftarchasi, ish haqi vedomosti kabi dalillarni topish kerak. Yana bir misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba kunduzgi o'qishni tashlab ketgan, lekin pensiya jamg'armasiga xabar qilmagan. Bir necha oy to'lov davom etgan. Keyin ba'zida o'qishdan chetlatilgani chiqadi. Jamg'arma shu sanadan keyin huquq yo'q edi deb ortiqcha to'lovni qaytarishni talab qilishi mumkin. Bu odamga og'ir tushadi, lekin qonuniy tomondan masala hujjatga bog'liq bo'ladi. Endi eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nuanja, to'lovning kechikishi har doim to'xtatildi degani emas. Ba'zida bank texnik ishlari bo'ladi, karta muddati tugagan bo'ladi, hisob bloklangan bo'ladi. Bayram kunlari sabab o'tkazma kechikadi. Shuning uchun birinchi kuni vayma qilish emas, avval bankdan tekshirish kerak. Hisob faolmi, karta ishlayaptimi, pul kelib tushganmi, qaytarilgan to'lov bormi? Ikkinchi nuanja, pensiya jamg'armasi og'zaki javob bilan cheklanmasligi kerak. Agar sizga to'xtagan tekshiruvda hujjat yetishmaydi deyishsa, men doimo yozma javob so'rashni maslahat beraman. Chunki yozma javobda sabab asos, talab qilinayotgan hujjat va keyingi qadam aniq ko'rinadi. Og'zaki gap ertaga o'zgarishi mumkin. Yozma javob esa sizning huquqingizni himoya qiladi. Uchinchi nuanja, to'lov to'xtasa, pul butunlay kuyib ketadi degani emas. Agar sizning huquqingiz saqlangan bo'lsa, hujjatlarni to'g'rilaganingizdan keyin to'lov qayta tiklanishi va ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin agar huquq haqiqatan yo'qolgan bo'lsa, masalan, nogironlik muddati uzaytirilmagan bo'lsa yoki bola o'qishni tashlagan bo'lsa, unda to'lov davom etmasligi mumkin. 4-nuanja ishonchnoma bilan pul olish masalasi. Ko'p pensionerlar farzandiga yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnoma muddati, bank talablari, pensionerning tirikligini tasdiqlash masalasi va hujjatlarning haqiqiyligi juda muhim. Eski ishonchnoma muddati o'tgan pasport yoki notarial hujjatdagi xato sababli pul olish to'xtab qoladi. 5-nuanja, mening qo'shnim olyapti, men nega olmayapman degan solishtirish doim ham to'g'ri emas. Har bir ish alohida ko'riladi. Qo'shningizning staji boshqacha, nogironlik muddati boshqacha, oilaviy tarkib boshqacha, bank hisobi boshqacha, hujjatlar boshqacha bo'lishi mumkin. Pensiya va nafaqa masalasida eng muhim narsa umumiy gap emas, sizning shaxsiy hujjatingiz. 6-nuanja, tizim xato qilishi mumkin. Men buni alohida aytaman. Chunki odamlar ba'zan davlat bazasida chiqqan har bir ma'lumotni mutlaq haqiqat deb qabul qilishadi. Yo'q, elektron bazalarda ham xato bo'ladi. Harf xatosi, sana xatosi, eski ma'lumot yangilanmay qolishi, boshqa shaxs bilan adashish, arxiv ma'lumotining noto'g'ri kiritilishi bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z huquqingizni hujjat bilan isbotlashdan tortinmang. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Agar pensiya yoki nafaqa vaqtida tushmasa, birinchi qadam bankni tekshiring. Bank kartangiz muddati tugamaganmi?
hisob raqamingiz faolmi, karta bloklanmaganmi, to'lov kelib qaytmaganmi, shuni aniqlang. Bankdan imkon bo'lsa hisob bo'yicha ma'lumot oling. Ba'zida muammo pensiya jamg'armasida emas, aynan bank hisobida bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank karta yoki hisob raqami ma'lumotlari, telefon raqam, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni oling. Agar nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz, tibbiy komissiya xulosasi yoki uning raqami kerak bo'ladi. Agar o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Og'zaki so'rish bilan cheklanmang, ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa to'lov falon oydan boshlab kelib tushmadi. To'lovning to'xtatilishi yoki kechikish sabablari, huquqiy asosi, talab etiladigan hujjatlar va qayta tiklash tartibi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Ariza sana, ism, familiya, yashash shir, telefon raqam, manzil va imzo bo'lishi kerak. 4-qadam. Hujjatlarni tartibga soling. Pasport yoki ID kartangizdagi ism, familiya bankdagi ma'lumot bilan bir xilmi? Yashash shir to'g'rimi? Yashash manzili yangilanganmi? Bank hisob raqami sizning nomingizdami? Karta muddati tugamaganmi? Shularni tekshiring. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki FDDY hujjati kerak bo'lishi mumkin. Agar ish staji masalasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, ish haqi haqida ma'lumotlarni to'plang. 5-qadam. Agar nogironlik yoki tibbiy xulosa masalasi bo'lsa, komissiya bilan aloqani uzmang. Qayta ko'rik sanasini oldindan biling. Hujjat topshirilgandan keyin xulosa pensiya jamg'armasi bazasiga tushgan-tushmaganini tekshiring. Komissiyadan o'tdim, demak bo'ldi deb o'ylamang. Amalda to'lovni tiklash uchun ma'lumot tizimda ko'rinish kerak. 6-qadam. Agar siz chet elga ketayotgan bo'lsangiz, oldindan tayyorgarlik ko'ring. Pasport muddati, bank karta muddati, ishonchnoma, telefon raqam, SMS xabarnoma, O'zbekistondagi vakilingiz kim bo'lishi, zarur bo'lsa notarial hujjatlar. Bularni tartibga soling. Chet eldan turib muammoni hal qilish ancha qiyin. Chunki ba'zan shaxsning o'zi kelishi yoki konsullik orqali hujjat tasdiqlashi talab qilinadi. 7-qadam. Agar sizga ortiqcha to'lov deyishsa, darhol rozi bo'lib imzo qo'yib yubormang. Avval hisob-kitobni so'rang. Qaysi davr uchun qancha summa, qaysi asosga ko'ra, qaysi hujjatga tayanib. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. Kerak bo'lsa, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga, davlat xizmatlari markaziga, virtual qabulxonaga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Eng muhimi, hamma narsani hujjat bilan qiling. 8-qadam. Har oy o'z to'lovingizni nazorat qiling. Pul tushar deb billab e'tiborsiz qoldirmang. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar, nogironligi bor shaxslar, hujjat ishlaridan qiynaladiganlar uchun farzandlar yoki yaqinlar yordam berishi kerak. Bir oylik kechikish vaqtida aniqlansa, uni hal qilish osonroq. 6 oy o'tib ketgandan keyin esa hujjat yig'ish, sababni topish, qayta hisob-kitob qilish ancha murakkablashadi. Bugun men sizga pensiya va nafaqa to'lovlari nima uchun to'xtab qolishi mumkin bo'lgan 6 ta asosiy sababni tushuntirdim. Shaxsiy ma'lumotlardagi nomuvofiqlik, tiriklikni tasdiqlash masalasi, nogironlik muddati va tibbiy xulosa, daromad yoki ijtimoiy maqom o'zgarishi, chet elga chiqish bilan bog'liq holatlar, ortiqcha to'lov yoki qayta tekshiruv natijalari. Eng muhim fikr shuki, to'lov to'xtasa, vahima qilmang, lekin jim ham turmang. Bankdan boshlang, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Hujjatlaringizni tekshiring va har bir javobni yozma shaklida oling. Agar siz yoki yaqinlaringizda pensiya kechikkan, nafaqa to'xtagan yoki sababini aytishmayotgan holat bo'lsa, izohlarni yozing. Qaysi oyda to'xtadi? Qaysi to'lov turi? Bankmi yoki pensiya jamg'armasimi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tahlil qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi.